Ben Qurbonov Bahodirman. Nogironlar assotsiatsiyasi a'zosi, ijtimoiy himoya milliy agentligining jamoatchilik kengashi a'zosiman. Husniddin aka, siz yaxshi narsalarni aytdingiz aka, rahmat. Biz o'sha 268-sonli qaror prezidentimizga haqiqatda zo'r chiqqan qaror bo'ldi. Men sizlardan bir narsani iltimos qilgan bo'lardim-da. Nogironlarni haq huquqini himoya qilish qonunida aytayapti-da. Agar fuqaro yozishni bilmasa, agar fuqaro yoza olmasa, umuman bu faqat nogironga tegishli emas-da aka. Notarius, ya'ni davlat tashkilotlariga borganda faksimiliga ishonilsin deyilganda, menga ko'p nogironligi bo'lgan shaxslar, ayniqsa ko'z ojizlarimiz, zaif ko'ruvchilarimiz chiqadi. Notarius birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxsni chiroyliroq qilib aytganda qabul qilmaydi, na eshitmaydi ham. Vaholanki qonunda borda, prezidentimiz 2020-yil bu narsani tasdiqlab qo'ydilar. Ikkinchisi, Dilmurodbek, siz yaxshi narsani aytdingiz. O'sha Maygovdan ishlatish, xonim ham aytdilarki, o'sha yengillashtirish. Akalar, bu qilinayotgan ishimiz 45 yoshgacha bo'lgan fuqarolarimizga. Chunki nimaga? 45 dan tepa bo'lgan fuqarolarimiz smartfonni endi o'rganayotgan bo'lishi mumkin yoki hali o'rganib hazm qila olmayapti. Ana o'shanaqa bo'lgan nogironligi bo'lgan shaxslarga qanday sharoit yaratib berish kerak? Keyin uchinchisi, men buni transport vazirligidan ham chaqirganinglarda yaxshi bo'lardi. Men bu vazifani ham berdim, biz talab ham qo'ydik. Nogironligi bo'lgan shaxslarga davlat transportlarida, jumladan o'sha avtobusni kelishini avtobus tarafidan bayon qilinishi. 58-avtobus, 68, 93-avtobus keldi deb aytish nahotki qiyin bo'lsa, buni biz 6 oy oldin aytgan edik. Ayniqsa bu bitta ko'z ojizlarga emas-da, Husniddin aka, bu zaif ko'ruvchi fuqarolarimizga ham, yoshi katta bo'lgan fuqarolarimizga ham, yoshlarimiz hozir bilasiz, hammasi smartfonda parishon xotin yuradi. Avtobus kelganini ko'radi-da, yugurgilab qoladi, orada kimnidir turtib olishi mumkin yo hokazo. O'shani davlat transportiga, transport vaziriga buni qiyin emas-da, metroda bor-ku, buni aniq qilib qo'ysak. Keyin yagona darcha to'g'risida boya gap ketdi. Men o'zim kecha Mirobod tumaniga bordim. Yagona darchaga xafa bo'lishmasin. Sharoit yo'q, bandlik yo'q nogironligi bo'lgan shaxsga. Keyin nogironligi bo'lgan shaxsga, birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxsga qanday imtiyozlar borligini operatorlari bilmayapti. Siz menga o'sha qarorni chiqarib bering mumkin bo'lsa deyapti. Yo bularni o'qitaylik, yo shuncha beraylik. Keyin oxirgisi, prezidentimizga har doim bu qarangda g'amxo'rlik qilib qo'yganliklarini, nogironligi bo'lgan shaxs, nogironligi bo'lmagan shaxs bilan teng huquqli deyaptilar-da, baraka topsinlar. Ayniqsa men ularni Saida Shavkatovnaga, men o'z minnatdorchiligimni bu yerda aytib o'tish kerak-da. Men seni ichki dunyoingga kirmoqchiman deyapti. Men seni hayotingga oshno bo'lmoqchiman deyapti-da. Qarang, buni hech qaysi davlat rahbarining farzandlari shu paytgacha aytmagan. Buning uchun men prezidentimizga va oila a'zolariga nogironlik bo'lgan shaxslarni o'ylagani uchun men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana ijtimoiy himoya umummilliy agentligini tashkil topishi ham bu nogironligi bo'lgan hurmat. Men nima demoqchiman? Biz nogironlarga sharoitni yaratyapmiz. Endi biz nogironligi bo'lgan shaxslarni nogironligi bo'lmagan shaxslarga qanday tanitishimiz kerak? Ular aybdor emas, nogironni doimiy ko'chada ko'rmayapti. Ular aybdor emas, lekin biz nogironlarni tanitishimiz kerak-ku. Ommaviy axborot vositalari, televideniyalarimiz bor, lider televideniyalarimiz bor. Hamma ko'radi. Zo'r TV, Milliy TV, Sevimli, Kun.uz. Nogironlar haqida ko'rsatuv bo'lsin. Nogiron kim? Nogiron qanaqa savollarga javob beradi? Nogirondan qo'rqish kerakmi? Qo'rqmaslik kerakmi? Nogiron qahramonmi? U ham vatanga xizmat qila oladimi? Prezidentiga kamarbasta bo'la oladimi? Biz qilayotgan ishlarimiz nogironlar uchun zo'r. Lekin nogironligi bo'lmagan shaxslarga biz tanitishimiz kerak. Avvalo ko'z o'rgansa, qalb yumshaydi. Nogironni nogiron deb qabul qilmaydi. Mana shu masalalarga ham e'tibor qilsak yaxshi bo'lardi. Rahmat kattakon. Rahmat, juda o'rinli takliflaringiz, ular biroz qo'ygan o'yinlar boshqa tasaddilarimiz sizga eshitdi. Endi ruxsat bersangiz, sizga so'z